Azizlarim, Shadisha, Shodiyona, dugonamni tug'ilgan kunlariga ketyapman. O'zlariga o'xshagan asal gullar oldim. Xudo xolisa tabriklab kelamiz. Ana, chiroyliligini qaranglar. Mana o'qimga baho beringlar. Tezlik bilan tikilgan libos. Komandam o'zlari chiroyli qilib tikib berishdi. Chiroyli. Hammamiz shu yerdamiz. Keldik. Shunaqa chiroyli uylarga ko'chib oldilar. Shodiyoni tabriklagani hammamiz keldik mana. Krasotочкаlar. Hamma shu yerda. Hozir kiramiz. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shadisha. Happy birthday. Спасибо. Чроли, очень нежно. Эталон женственности был Юрий. O'ynagimizga kelyapti bizlar. Bizda muzika yo'q edi. Tabiat simfoniyasi bu tarafdan. O'sha. Muazzam opam keldilar bu yerga. Krasotочкamiz, xush kelibsiz. Qolganlikalmi? Bu balandlik uchun birinchi o'ringan sinavermaysiz. Yo'q, большой торт. Va nihoyat tortimiz keldi. Va nihoyat. Dalgashdanni. Bizga ham kutmaymiz mandoqlar. O'sha yerda artga yuboramiz. Har xilchasiga aldab qo'shdi, go'sht berishdi, ovqat berishdi, o'qirishdi, bu qilishdi. Baribir ketmadi. Shunaqa sodiq mehmonlar bo'ladi. Nazira opam bilan birga o'yladi, bundan suhbatlashib, men bilan tengdoshga o'xshaydilar, lekin ham nevaralari bor, ham onali bo'ldi-da, tabriklar bergan bo'lsin, ilohim. Krasavitsa. Sog' bo'ling. Bu yerda qizlar mana o'tirishibdi, hamma keldi, jam-jam. Go'zal pari, shu yerda. Bu yerda qizlar mana o'tirishibdi. Mariona assalom, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz sog' bo'lsin. Krasavitsa, sog' bo'ling. Kelganingizga rahmat. Sog' bo'ling. Bir minutda Tojikistonda, bir minutda Toshkentda bo'lib qolasiz. Qanaqa telefonda bu qizlar bor. Yomg'ir ham yog'ib, tomchilayapti. Zakaznoy bo'lsa kerak Shodiyona. Biz bab o'tiraveramiz davomimizda. Yomg'ir quyib yubordi. Shodiyona o'zi yaxshi ko'radilar yomg'irni. Zakaznoy. Muqaddas opa. O'sha yaxshi joy tanlamiz. Ovqat ham keldik, kстати. Biz yeb olamiz. Yaxshi o'tiribsizlar. Yaxshi turibsizlarmi? Yaxshi turibsizlar. Yaxshi turaveringlar. Shunaqa chiroyli gullar. Bu qatsa qarang, asali. Hammasi chiroyli. Uylar muborak bo'lsin. Вообще красота. Ikkinchi marta haydadimi yomg'ir? Ikkinchi marta haydadi, hali ham ketmadik. Yo'q, o'tiringlar. To'rtimiz, o'tiringlar. Rahmat. Ana, o'ynagimizga kelyapti bizlar. Bizda muzika yo'q. Hozir uyga qaytyapman. Shunaqa zo'r bo'ldi tug'ilgan kun. Addushi mazza qilib, diydor shirin qilib o'tirdik. Yaxshi insonlar bilan suhbat bo'ldi. Nima desam, orzular qildik birga, rejalarimiz haqida gaplashdik. Havasda gap katta-da, inson havas qilsa yetaveradi. Shodiyonani ham qanaqa desam, bitta ham kibri yo'q, samimiy qiz, hammaga havas ko'zi bilan qaraydi. Juda ham ko'ngli ochiqda, o'shaning uchun ham Allohim beradi. Ilohim tez kunlarda bizga ham nasib qilsin, yangi uylarga ko'chib olish buyursin. Shodiyona ko'rayotgan bo'lsangiz, uylaringiz
ilohim buyursin, umringiz uzoq bo'lsin, xo'jayingiz bilan birgalikda farzandlaringlarni rohatlarda ko'rib yuringlar. Bafurji gaplasha olmadik, Shodiyoni yugurib xizmatli qilib yurdilar. Yangi kelinchakdek duvochkalarni kiyib olib asal bo'lib yurdilar. Ko'z tegmasin, ilohim, maza qildim.